Xudo nasib etsin, mustajob bo'lsin deymiz. Ustoz hamisha sihat salomatlikda, yaxshi kunlarda ushbu o'quvchilaringizning 50 yillik, 80 yillik ko'p marotaba nishonlaydigan yubileylarida qatnashishingizga nasib ro'z aylasin deymiz. Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Eslab yoshlik chog'larim, ko'zdan oqar yoshlarim. Omonmisiz, bormisiz aziz sinfdoshlarim? Ko'zimdadir ko'zingiz, qulog'imda so'zingiz, ko'rgim kelar o'zingiz. Omonmisiz aziz sinfdoshlarim? Yana bir bor barchaga boshlangan kun mana shunday fayzli oqshom muborak bo'lsin deymiz. Bugun 20 yil davomida maktabni bitirganiga 20 yil bo'lgan va bugun yubiley ayyom nishonlayotgan barcha bitiruvchilarni, mana shu o'tirgan sinfdoshlarini kasbkoriga, ishlariga va oilaviy tinch, totuvlik, sihat salomatlik tilab, baxtli kunlari ko'p bo'lishligini, mana shunday fayzli oqshomni unutilmas tarzda nishonlashligini nasib etsin deymiz va bugungi fayzli oqshomni o'tkazish uchun o'zlarining nafaqat viloyatimizda, balki tumanimizda ko'zga ko'ringan san'atkorlar jamoasi, xushovoz xonanda, jonli ijro sohibi Nurali janoblarini badiiy sahnamizga chorlaymiz. Nurali akamizdan istalgan va atalgan ezgu tilaklar ila ajoyib taronalar bilan bugungi fayzli oqshomni boshladik. Yana bir bor barchaga xush kelibsiz deymiz. Kuningiz a'lo kayfiyatda o'tsin. Marhamat.